Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizda Oltinsoy Tolli qishlog'iga olib o'rnatdik. Mana ko'rib baho berasizlar. Razmerlarimiz 4x3, har doimgidek 1-1lik, 6x4, 2x1 stena zamoglari. Ichki taraflarini ko'rib baho berasizlar. Mashina qilib 4 tadan dirdik oyoqlari. Pastlariga tomirta beryapmiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, dastlabki nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz xizmatingizdamiz. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Xudo xolasa ishimizni kuzatib boring. Qo'ldan kelgancha sifatli darvoza qilib berishga harakat qilamiz. Tanlov o'zingizning qo'lingizda. Qaysi do'stingizga darvoza kerak bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ying. Like bosamiz. Ana shu darvozamiz 500 talak yig'armikan, xudo xolasa. Nasib. Mana nomerlarga telefon qilaverasizlar. Biz xizmatingizdamiz. Rahmat kattakon, obuna bo'lish to'xtam ustalarni qo'llab-quvvatlaymiz.